Assalomu alaykum barchaga. Qo'qon shahri Dang'araga 3 metrga 6 metrli tarozi qo'ydik. Salafan plastmassa qayta ishlab chiqariladigan joy ekan. Qo'yilgan tarozimiz 60 tonnalik do'xtavr to'liq betondan qilinmaydi, usti list bo'ladi, как положено. Taglari do'xtavr hammasi. Ustunovkasi bo'lib, yonlariga beton quyishib, mashina chiqayotgan qilib qo'yishadi. Apalovka qo'yib beton quyishib olishadi. Kallasini yerga sef olib berishdi, shuning uchiga montaj qilinayotgan bo'ldi. Tayoqni o'rnatib qo'ydik, tagidan chiroyli kabellarni montaj qilamiz. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar.